Suyman seni yoz faslidagi jalbkor o'rimchi. Suyman seni yoz faslidagi jalbkor o'rimchi. Hurmatli radio anglag'uchilar, ekran oldidagi suyumli qadrdan ko'rmanlar. Anglayotganinglar va ko'rayotganinglar Ürümçi radio televiziya stansiyasi FM 104.6 qatna san'at chastotasi radio mashripi programmamizning alayda sani. Men 104.6 qatna san'at chastotasining riyosatchisi Mevlan Tatlıq. Suyumli radio anlıqçı dostlar, ekran aldırıki qadirli körümenler. Suyman seni yaz faslidagi jalbkor Ürümçi başlayımızdaki bizning atalıq sanatkarımız Abdullah Abdurim efendimning tunji navbatlik to'r naq maydon san'at kechirki orqali sizlarda yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men MLD kanalining riyosatchisi Zubayda Tursun. Shu topda biz Şinjan san'at yurti, Ürümçi radio televiziya stansiyasi, Şinjan Melodiya madaniyat taraqqiy şirkati birlikda tirishchilik arsida vujudga chiqargan Abdullah Abdurim ustozning naq maydon to'r kechiligi. Bu kechiligimizga mo'tabar alohida tojirligini o'z ichiga olgan. Shundaqla bu kechiligimizningki asosli temasi bo'lsa, Suyman seni yaz faslidagi jalbkor Ürümçi. Hozir mana kechiligimizning tayyorligini ko'rib turibsizlar. Muzikantlarimiz taq bo'lib turibdi. Ekran oldidagi do'stlarmi hozir qachon boshlanadi deb to'rt ko'z bilan kutib turibdi. Albatta mana hozir boshlaymiz. Shunaq menimcha bo'lganda ekran oldidagi barliq do'stlarimizmi Abdullah Abdurim ustoz bilan tezroq diydorlashishga, shunaqla ustozningki eng yaqinlik naqshlardan o'zrinishga oldirayotgan bo'lishi mumkin. Mavlanka, shunaqmi? Unda bo'lsa biz programmamizni qanday ko'rish kerak? Qanday anglash kerak? Abay anglaymiz ham ko'rimiz yo'q. Anglagan vaqtda albatta 104.6 qatna san'at chastotasining radio mashrifi programmasi orqali biz huzurlanib anglasak bo'ladi albatta. Agar ko'makchi bo'lsak, MLD undidor supimizniki bevosita tartish ko'zniki orqali ko'rib olsak bo'ldi. Agar bugungi bu nomerlar ko'ngillarga yoqqan bo'lsa, o'zaro hambarlansak biz ham xush bo'lamiz. Shunaqin unoq bo'lsa biz bugungi kechirigimizning tunji ijrosini tinish xotirjam kunlarimizning sababchisi, bu baxtiyor zamonimizning turkisi bo'lgan, bizni bugungidek baxtiyor kunlarga erishtirgan 56 guldan tashkil topgan Junxo farzandlarining o'rtaq oilasi bo'lgan Jonijon vatanimiz Jungoga atalgan madiya kuyimiz bilan boshlamoqchimiz. Tunji bo'lib anglaydigan naqshimiz Suyman seni Jungo. Qani sahnada Abdullah ustoz, qani marhamat. Rahmat. Osmondagi boz to'rg'ay sayrini sangna bo'lgan. Osmondagi boz to'rg'ay sayrini sangna bo'lgan. Sayrab Sayrap özlendi boztorgay qiynamsan ne bo'lgan o'ynaymiz baranlıqqa yoshlikda saralliqda o'ynaymiz baranlıqqa
yaşlıkta sarıkta. Oynaymayız karanlıkta, yaşlıkta, sarıkta. Oynaymayız karanlıkta, yaşlıkta, sarıkta. Oynaymayız karanlıkta, yaşlıkta, sarıkta. Oynaymayız karanlıkta, yaşlıkta, sarıkta. Rahmet. Gülduras. Alkışlar kettimki deyman go hazır. Yaxşı anlatamdı. Bizningcha cho'qim shundoq. Chunki biz bugungi kechiligimizning taqtishidan tortib qabul qilib ko'rishkichi bo'lgan mushu jarayondagi hamma sifat va safosini yuqori ko'tarish uchun sizlarni nihoyatda aniq anglashinglar va aniq ko'rishinglar uchun nurg'un ajr mehnatlarni singdirdik. Urumchi shaharlik radio, televiziya stansiya, MLD kanal, onundan başqa ko'rib turibsizlar, mo'tavar, kiyim-kechakchiligi, qatorliq o'rinlar o'rtaq boshqa turib, o'rtaq kuch chiqarib, eng sifatli va eng yaxshi ko'rish sezimga ega bo'ladigan shunday bir naq maydon taqitishini vujudga keltiramiz deb ko'p tirishdi. Menimcha bugun cho'qim yaxshi bo'ladi. Inkas fikrlaringlarni berib to'g'aysizlar. MLD kanal. Xo'p. Biz suyumlik ini-sing'illarimizning bizga bergan taklif fikrlarining orasidan tuvandagi naqshimizni qabul qilib, yana o'sha kechiligimizga bu naqshni qo'yish maqsadida tayyorlik qildik. Hamma hozir sizlar uchun bu naqshimizni sevgi, muhabbat lirikasini aytib o'tmoqchimiz. Anlab huzur ağaysizlar, tunji sevgi. Sen hiç ol bana, kömlüm üyenin tunci mihmanı. Hayadın elip taşlaydı nege, bizni muhabbet şiirin ve salih. Aldımda bir cüp anladım var.
qo'yib manga xotir etgan baxtim bormidi shuning bilak shodlanib beshim ko'klarga yetgan qo'sh yurak meni boshlaydi gapi cheksiz xiyollar boya baligan sekli kuch bilan toshlaydi gapi tunji sevgi gulxan yerigan qo'sh yurak meni boshlaydi gapi cheksiz xiyollar boya baligan sekli kuch bilan boshlaydi gapi tunji sevgi gulxan yerigan Kelsin yaşlı bahari, özleydi sevgi bırakı. Kelsin yaşlı bahari, özleydi sevgi bırakı. Öçmeydiken hem küçmeydiken hem Destekli yarnım bıragi Öçmeydiken hem küçmeydiken hem Destekli yarnım bıragi Öçmeydiken hem küçmeydiken hem Destekli yarnım bıragi Rahmat. Rahmat. Ko'p jafo chekdingiz ustoz. Rahmat. Do'stlar, yarim sekund vaqt beraylik Abdulla ustozning ta'riflarini o'sitgach, bir piyola choy ichib olsin. Agar do'stlar bugungi Rahmat. mushu kechirgimizni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, mushu muzikatlarimizni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, albatta Abdulla ustozni hammamiz yaxshi ko'ramiz-ku. Yaxshi ko'rsanglar, undaqda MLD kanal. Esimizda borku MLD kanalni do'stlarninki chamberkiga o'zaro hambahrlanish orqali hammamiz ko'rsak, hammamiz hozirlansak, chunki bu naq maydon kechiligida hammamiz hayajonlanib turyapmiz. Bo'ladi. Endi do'stlarga yana bir xush xabarni yetkazmoqchimiz. Yana ishki naqshidan keyin shu bizniki qiziq diniylik bir telefon nomerimiz bor. U bo'lsa bizning radio mashribi programmamizniki 0991 269 1046 0991 269 1046 telefonimizga telefon urish orqali naq maydonga telefon ulab Abdulla ustozga bo'lgan tilaklarimizni, Abdulla ustozga bo'lgan so'zlarimizni, yurak ko'ngillarimizni, shundaqla Abdulla ustozdan so'raydigan savollarimiz bo'lsa, so'rab olsak bo'ldi. Hamsa yana ishki naqshdan keyin telefonimizni olaymiz. Ustoz, davomli sakna sizda qoldi. Sizlar uchun yana kon naqshlarımızdan birini etmemek-chimiz. Aşık nefes. Huzur ağaysizlar.
köyündeki sana demekteyim bolgan arzuyum dilimdeki izharındır içimdeki her akşam köyündeki sana demekteyim bolgan arzuyum dilimdeki sana köydüm köydürgen sen köygen özel sevdalar ilkide şuna günler namusunda bir yalgızım ben kıldım heves yana aşk bir de tutar bu nefes sana köydüm köydürgen sen köygen özel sevdalar ilkide şuna günler namusunda bir yalgızım ben kıldım heves yana aşk bir de tutar bu nefes Bilmeysen ben perişanım Görmeysen çünkü yaşımı Harışın şunçeler soğuk Niteysen bağrı taşımı Bilmeysen ben perişanım Görmeysen çünkü yaşımı Harışın şunçeler soğuk Niteysen bağrı taşımı Sana köydüm köydürgen sen köygen güzel Sevdalar ilkide şuna günler Namusunda bir yalgızım ben kıldım heves Yana aşk bir de tutar bu nefes Sana köydüm köydürgen sen köygen güzel Sevdalar ilkide şuna günler bir de tutar bu nefes Rahmet. Rahmet sizlarga. Yigitlar sizlar olmaysizlar? Maşkınla erip ketdinglarmi? Daptarni ochdim deb. Bir hazır. Bir piyola qaynoq suv ham do'talab mo'jiqra emas. Qaynoq suv ichib olay. Yaxshi anlatamdı. Anlangay. Abay Mevlan inim degandek biz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan fikrlaringlarni qoldirib qo'ygaysizlar yoki telefon orqali yetkazgaysizlar. Bu qatim mushu naqsh kechiligini o'zimizning yaqinlarimizdan mushu mo'tabar shirkatining qurg'uvchisi Taşmehmet inimizning maslahati bo'yicha
shu shirkatning tojdorligi bo'yicha ham ularning qizg'in qo'llab-quvvatlashi bo'yicha ondan MLD shirkatiningki texnikalik tarafdan yetaklashi va yaqindan yordam qilishi, ko'p jafo mushaqqatlarni boshdan kechirishi orqali shundaqla bizning shu muzika chelayotgan inlarimizning jafoliq mashqlari Şinjan Ürümçi şəhərlik radio televiziya stansiyasının yakından maslaşı, hemkarlışı ve yetekleşi Şinjan opera ömrünün yardımları arkalık vücudlu çıkan bu kişilikni sizler için az dolu manevi uzak ata kılalışıga Çin dilimizden tilekdaşmız. Köp paran, köp özara fikirliş arkalık yaşlarımızın yaxşı kögen nakşlarını tallap kirgizgen nakşlardan yani bir ne diktanlarga sunmakçımız. Anlap huzur ağaysızlar. Merhamet. Renglenip pişkan Anarni yağdırıp kaldım Otunda künütün canan Yanarni, yanarni, yanarni yağdırıp kaldım Otunda künütün canan Yanarni, yanarni, yanarni yağdırıp kaldım Şamallar söyse menzenge Çiçekler renk küldü Dığında amrığım bilsen Baharni, baharni Baharni yağdırıp kaldım Dığında amrığın bilsen Baharni, baharni, baharni yağdırıp kaldım Muhabbet bağladı kalbim Kaçan ki eğmenip sendin Dilimni işıklıtıp külsen Azarni, azarni, azarni yağdırıp kaldım Dilimni yıkıtıp külsen Azarni, azarni, azarni yağdırıp kaldım Yüreğim çak oldu Canımda bağlanıp panik Kaçan ki muhumar buldum Ünümni yağdırıp kaldım Kaçan ki muhumar buldum Ünümni yağdırıp kaldım
Yüreğim çak boldu, canımda bağlanıp kaldım, canımda bağlanıp kaldım. Kaçan ki muhumar boldum, önünü yağdırıp kaldım, önünü yağdırıp kaldım, önünü yağdırıp kaldım. Kaçan ki muhumar boldum, önümni yağdırıp kaldım, önümni yağdırıp kaldım. Яқтырып қалдық, ака, яқтырып қалдық. Bək yaxtırdık, Бұл yaxtırğandık. көпшілікті бәк яқтырдық. Dostlarımızın intayın yaxtırğanlığını bildiripdi. Japacaqdan sarımağaysız aka. Rahmat, rahmat. Biraz aram eviling. Hop, ma'qul. Ashuna qilaylamsa. Sevimli radyo anlıqçı dostlar, ihraldırki qadirli körmenler. O'zinglarda bo'layotgan Şinjan san'at yurti, Ürümçi radio televiziya stansiya, Şinjan Melodiya madaniyat tarqitish cheklik şirkitining o'rtaq kuch chiqarishi asosida o'zinglarga sunilgan Şinjan Mo'tvar kiyim-kechak cheklik şirkiti tajidorligidagi Abdulla Abdurim tunchi navbatlik Suyman seni yoz faslidagi jalbkor Ürümçi boshlaymisidagi to'r naq maydon san'at kechiligi. Programımızı anlamakçı olsanlar, bayatın degende yana 104.6 qatnan sanat chastotimizning radio mashripi programımızda anlang. Agar de kömekçi olsanlar, MLD bevosita tarqitish ko'znik orqali ko'rib olsanglar bo'ladi. Ündidar Saloni MLD kanal. Bayatın dedik, ikki naqshdan keyin qiziq liniyalik telefonimizni echib etimiz do'stlar. 0991 269 1046 0991 269 1046 telefonimizga telefon urish orqali programmamizga naq maydonda telefon ulab Abdulla ustoz bilan paranglashsak bo'ldi dedik. Undaqda Shundoq. buning oldida bizning bir azroq shartimiz bor. Ya'ni bugungi kechirikimizniki tajribaligini o'z ustiga olgan Şinjan. Mo'tvar shirkati bilan Shundoq. Şinjan Mo'tvar kiyim-kechak cheklik şirkiti bilan ekran orqali bir tanishib chiqaylik. Navbatda ela vaqtimiz keldi. e'lon. Do'stlar, agarda bu kechikni yaxshi ko'rsanglar, yana o'zaro hambahrlashni qat'iy unutib qolmaylik. Shundoq. Do'stlar, chamirkimizga chiqarib qo'yamiz. Yana unidar to'plarimizga yetib qo'ysak bo'ladi. Do'st birodarlarga yo'llab bersak bo'ladi. Albatta bo'ldi. Undan boshqa yana qanday qilsak bo'ladi? Undan boshqa yana o'zaro taqtisaq bo'ladi. Albatta kechilikniki nihoyat muvaffaqiyatli ilib berilib olganligini atrofimizdagilarga tang bahrlansak bo'ladi. Xatolashdingiz. Boyatin shu Avlakam dedi-ku, ikkili kodni mundus skanerlash orqali o'zimiz ko'rib olsak bo'ldi degandek. Tamamen bo'ladi, shundoq. Xo'sh, menimcha bo'lganda bizningki suyimlik do'stlarimizmi qiziq liniyalik telefonimizga telefon qilish uchun taq bo'lgan bo'lishi mumkin Mavlanka, shunaqmi? Telefonimiz ulanganmidi? Ulasak bo'lamdi? Shu takririmizdan so'rab boqaylik. Naq maydondan telefonimiz ulanganmidi? Telefonimiz ulanib qoldi do'stlar. Abdullakamni biz sahnaga chaqirib oldi. Bu shu qiziq liniyalik telefonimiz ulanib qoldi. Cho'qim sizdan so'raydigan savollari bo'lishi mumkin. Shunaq bizningki. Deydigan ko'ngil so'zlari bo'lishi mumkin. To'g'ri. Qani birlikda anglab boqaylik. Qiynoqda Yaxshimisiz anglag'uchi? Yaxshimsan, qanday qolganingiz? Yaxshimi, qarshi olamiz. Hozir siz shu telefon ulagan naq maydon, naq shu bizning Abdulla Abdurim ustozniki to'r orqali bevosita tarqatayotgan naqshkechiligi naq maydoni. Abdulla ustozga size so'zni berdik. Bir paranglashinglar uchun nima bilan deysizlar qani? Qani erkin azada paranglashadigan fursat yaratib beraylik. Yaxshimisiz? Yaxshimsiz, Abdulla aka, qanday qolganingiz? Amdan, men yaxshi. Maqsadlaringizni so'rayapman aka. Rahmat. Shu isimni bilsam, bir kichik vaqtimda bir kuni uy o'ynab kirdim-ku deyman. Uyga kirsam, Diyanshida toza naqsh etkazgansiz aka, qo'lingizda bir qor ko'zoynak bor. Birdan taqib olasiz, birdan bilib o'tasiz. Shu chog'da yomon bir cho'qir ta'sir qoldirdi ekan, shu ko'rinish. Shundan keyin izchil anglab, men sizning naqshingizni anglab ko'ngildim aka. He. Shu naqshingizni ben gapirib anglayman. Rahmat. Naqsh. Abdulla akamniki xeyli burunqi naqshlarini tatib bildik ekan-siz. O vaqtimi men nihoyat kichikdim jim Abdulla akam shu ko'zoynakni ilib chiqib, sahnaga chiqib naqsh etgan vaqtlarda, Abdulla akamniki bir naqshni aytib bera olamsiz? Menimcha cho'qim aytib yetdi. Aytadigandak turdi. Anglaylik naq maydondagi barliq do'stlarimiz bilan birlikda. Qani qaysi naqsha? Ko'zoynak taqganni aytib o'tam sizga. Qaysi naqshni bilsiz qani? Bir anglab boqaylik birlikda. Shu
nakş etişti. Kel digende kelmigenim sen. Siz Siz degan Siz degan naqshga naqshga. oxirchi ha keyin davomlashtiring. Könglimni ben digenim sen. Ay oldu. Abla kamda yani ben bir yer kalayım kalma. Bırak şunu. Ya. Rahmat. Qaysidan bo'lsa. unda bo'lsa mushu siz degan naqshmi bugungi kechirigimizda cho'qim Abdulakam o'rindab berdi. Albatta shundoq. Mushu yigitning mushu tali uchunmi bo'z bir amal qilaylik bolalar, ha? Amal qilalamdiq. Menimcha Ha, muzikantrimiz ichida yo'q. Yana bir telefonmi ulandigu deyman, Mavlanka. Yana bir telefonimiz ulandimi? Ulinib Yama qoldi. üzülmedimi Yama ya? Ha, üzülmedim Ahmet'in üzülgen o'xshaydi. Zubeyda, Ovozsiz qaytib keling, tez qaytib keling. Tez qaytib keling. Abdulakamni inaqa tez qaytib keling. Endi turaylik. Ha. Bo'ldi, bu anglag'uvchimizga ko'p rahmat. Abdulakam aboy va'da bu naqshnimi amalniki barcha sizga o'rindab berdi hamsa. Shunaq. Ma do'stlar Chamirkaga ancha-muncha ham bahrlab turyapmisiz kechilikni yoq. Kechilikning bak qiziqayotganligini Signal uzib qolgan o'xshaydi. uzib qoldim. Men Bola to'g'ri ketibdi. paras qildim. Rahmat. Tomoshalarimiz Demak, Abdulakam mayli qanday bo'lmasin, endi bugungi bu kechilikimizda telefon ulash orqali siz bilan paranglashishniki o'zimi bir yangilik bo'ldi deb bunday aytgan chaqda balkim ovozlar toza yaxshi emas mumkin telefonniki bu bal balkim sir to'p qolgan bo'lishi mumkin, signal yaxshi chiqmagan bo'lishi mumkin. Lekin do'stlarniki yana telefonni saqlab qo'ysak bo'ldi. Undaqda telefon tarimiz ikkinchi telefon olamdiq. Olinibdi, ha? Ulinibdi. Yaxshimisiz? 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 Telefoningiz olandi? Yaxshimisiz riyosetchi? Yaxshi, o'zingiz-chi? Yaxshi. Abdulla. Yaxshi deb Ay, shu Abdulakam. Abdulakam biz Rahmaydan. yaxshi. Sizni yaxshimi? Obdan onu şeyli. Abdullah efendim. Ha, yaxshi. Omdan. Menmi yaxshi, sizmi yaxshimi? Yaxshi bilan tugaydi deylim apara. Hop, Ben sizinki bir mestanınız bulmaya desem buldu. rahmat. Siz bilen bir telefon arkalı didarlaşkanımız için de hoşalmam. Rahmat. Bugün şu radyolaşıkta arkalı nakş geçirik ötküzü Allah'ınızla ağlar. Şimdi hoş buldum. Çünkü şu 90'lı yıllarının başlarında ben Ali Mektep Okat'ta vaklarımızı şu vakti Şiklandaşan Ozal'da siz bir nakş geçirik ötküzügen. Şu vakti katmışıp ben ayağa yazıp ketkendik. Yatakka qaytqan ekan o'sha yatak savlar vaqtida qilib ettirib teksturni yoqlab açlab yangi vaqtimiz bo'lgan. Bizning o'sha naqshlar o'nglarmi, zamu axtirib yoqtirib anglaydi deb o'ylardi. Rahmat. 90-yillarda yatakda yetib turib o'qib, Shu. mana Kechiligingizga qatnashib sizningki mastoningiz bo'lib, keyningizda agishib, mana naq maydonda 90-yillarda ko'rgan shu vaqtdan tortib hozirga qadar agishib sizga naqshi mastoningiz bo'lib kelibdi. Rahmat, ha, singlim, ha. Ve Rahmat. şu vaqtlarni eslab qoldik. Shuningdan bugun bu radio nashr orqali naqsh keçilik o'tkazganligini anglagandan keyin da xo'sh bulduk. Shunda bir tilaklar keldi. Sizning keyingi turimiz. Ona tekshirgan ovoz ben yangrab turishiga chin qalbimdan tilakdoshlik bildirman. Sizning ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Shu güzel eslimeler kaynımada şirin arzu armanlarınızga yeting. Davamlı siz özünüzün en yaxşı köygen işlerinizni yutuq çıkara alaydigan aşındaq bir küçükə igi bulun. Etrafınızdakilerin texmi yaxşı görüşüge erişin. Biz hem sizni yaxşı görürüz. Albatta o'zaro aktiv energiya taqishimiz kerak. Shundaqmi? Shunaq. Menimcha bo'lganda bu tomoshabinimizmi bugun Abdulla akam bilan naq maydon orqali paranglish fursati ega bo'lganligidan intayin xursand bo'lgan bo'lishi mumkin. Nurg'ulg'an telefonlarimiz, do'stlarimiz telefon ulayotdi. Shularni ulanmay o'sha talaylik do'stlarimizdan telefon ulinibdi albatta. Bizmi siz uchun xursand bo'ldik. Rahmat sizlarga jafosatsizlar. Bugun shunday xush bo'ldim. Bo'ldi, rahmat amsa. Bugungi suhbat meshakchi bo'lib tursin, hamda telefon bo'laversa, yana naqsh anglaymiz deb saqlab qolgan do'stlar ochiq qolmasin. Biz asta aramab turaylik Abdulla akam. O'zingizniki eng yoqimli nadir naqshlarning davomli bizniki radio oldidagi shunaqla ekran oldidagi qadrli do'stlarimizga sunib turing. Navbatdagi naqshlarimiz texmi sarxil, texmi qaltis. Xo'p. Başlap beqinlar qani.
儿江河水在流淌，幸福家园充满阳光。大漠里深处的姑娘，弹起独弹把歌唱，歌唱美丽的家乡。摇起了小手鼓，摇起了大浪鼓，祝福家乡日新月异奔小康。哎，美丽的刀郎姑娘，美丽的刀郎姑娘，你是天上的月亮，把我的心儿照亮。你就像玫瑰花，芬芳艳丽，永远在开放。儿江河水在流淌，幸福家园充满阳光。大漠里深处的姑娘，弹起独弹把歌唱，歌唱美丽的家乡。摇起了小手鼓，摇起了大浪鼓，祝福家乡日新月异奔小康。嘿，美丽的刀郎姑娘，美丽的刀郎姑娘，你是天上的月亮，把我的心儿照亮。你就像玫瑰花，芬芳艳丽，永远在开放。玫瑰花芬芳艳丽，永远在开放。美丽的刀郎姑娘。Rahmat. Anlap huzur ağam barlıq tor əhliga köp rahmat. Körüp otamsizlar MLD kanalda kanal rasa Zübeyde. Kanal cuma valla. MLD kanal. Bundaki kanal dangla. MLD kanalda bizning şu naqshkechiligini ko'rib atgan barliq do'stlarimizga eng zo'r utuqlar yer bo'lsin kunlariga. Bugun ko'ngillik bo'lsin tomoshalar va davomli sizlarga xushal quramliq yer bo'lsin deb tilab yana biz ko'pchilik bilan maslahatlashib shu qitimqi kechiligimizga qo'ymoqchi bo'lgan naqshimizdan birini diqqatingizga aytib o'tmoqchimiz. Marhamat. Dilrabahim közlerini unutalmadım, bal eseldek sözlerini unutalmadım. Şirinlikni yüreğimge silip ketken, şu cilveger yüzlerini unutalmadım. Şirinlikni yüreğimge silip ketken,
Şu cilveger yüzlerini unutalmadım. Veyranı men seni günde görelmestin. Şaşlarınga yüzdürünge söyelmestin. Olğunu men ne kılarım bilelmestin. Gülzıbayım boylarını unutalmadın. Olğunu men ne kılarım bilelmestin. Gülzıbayım boylarını unutalmadım. Üzülmeydi birleştisi muhabbetini. Şey daimen köyleriga sadaqatni. Fidakarman yollarida muhabbetni. Birga yurgan shu damlarni unutalmadim. Fidakar men yollarida muhabbetni. Birga yurgan shu damlarni unutalmadim. Fidakar men yollarida muhabbetni. Birga yurgan shu damlarni unutalmadim. Birga yurgan shu damlarni unutalmadim. Rahmat. Rahmat sizlarga. Naqshi bo'la, mushinchilik bo'la. Rahmat Abdulla aka, mana shunday bir-biridan yiqimliq nadir naqshlarni bizga taqdim etganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Matarpon Turaychi 10 yuzim ekran faqat yaxshi chiqmaydi dedi. Chiroyliroq chiqay ekranga desam. Albatta bizning bugungi kechirigimizning nurg'ulg'an o'rinlar alayda qo'lida. Shunaqla nurg'ulg'an o'rin idora organlarininki o'rtaq kuch chiqarish asosida vujudga keldi. Mush munosabat bilan biz bugungi kechirigimizning alayda qo'llagan Shinjang san'at yurtiga, Shinjang Melodiya madaniyat tarqitish shirkatiga, Urumchi radio televiziya stansiyasiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Qadrli do'stlar, programmamizni ham faxrlab qo'yinglar, do'stlaringlarga tavsiya qilib qo'yinglar. Undidar MLD kanal, ya'ni Undidar saloni MLD kanal orqali bugungi kechirigimizning tafsilotini ko'ra olasizlar. Urumchi xalq radio stansiyasi FM 104.6 qatnoq san'at chastotasining radio mashribi programmasi orqali bizning bugungi programmamizni ko'ra olasizlar. Xo'sh, Abdulla aka, mana yuqorida sizning bir-biridan esil nodir naqshlaringizni anglab shunchalik hayajonlandik. Bizningki shu naq maydonimizga qatnashayotgan barliq do'stlarimizmi shunchalik hayajonlangan, shunaqla bizga o'xshash intayin xursand bo'layotgan bo'lishi mumkin. Nurg'ulg'an do'stlarimiz bizningki shu MLD bevosita tarqitish ko'znikiga, to'g'ri, kanalga nurg'ulg'an yaxshi inkaslarni qoldiribdi. Sizning teningizning salomat bo'lishini, yiqimliq naqshlaringizning uzilib qolmasligini, shunaqla nurg'ulg'an yaxshi bo'lgan, go'zal bo'lgan tilaklarni sizga avatibdi. Menimcha bo'lganda Abdulla akam mushu go'zal tilaklarning hammani topshirib oldi. Mushu kechilikdan tushgandan keyin albatta barliq do'stlarimizning uchurini birini qo'ymay to'liq ko'rdi. Shunaqa Abdulla aka. Albatta, albatta.
ko'rma. Rahmat sizlarga, yaxshi tilaklaringlarga bak chin dilimda rahmat aytaman. Men bu ishdan tushgandan keyin aldirmay buni ichib ko'rma. Qayt ko'gil bo'ldi ha Mavla Albatta aka. bo'ldi. MLD kanal. Diqqatinglarda bo'lsin. Bundan keyin yana balkim o'sha kanalda bundan yaxshi nadir nomerlarni davomli ishtirok qilib tursizlar, ko'rib tursizlar. Albatta MLD kanalingmi bundan keyin ishlarning texim yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat aka, rahmat. Ondan bo'lyotdi. Albatta barliq do'stlarimizning gul dastalarini eng güzel tilaklarimizni topshirib oldik. Abdulla akamning bugungi programmamizdagi nadir naqshlari shunaqla eng yangi kuylari davomli do'stlarning huzurida bo'ldi. Qiynoqdaq bo'lsa, davomli MLD kanal bevosita tarqatish ko'zligimiz orqali huzurlangaysizlar. Sahnimiz sizga qoldi Abdulla aka. Xo'p, ma'qul, ha? Kelib turing, ha? Kelaman siz bilan gap qilishqali. Xo'p, biz yana davomli diqqatinglarga naqsh etmoqchimiz. Hamısını imiş qilib berdik-ki, naqsh etmay. Gördüm hoş burak Men esir oldum ana Könlüm güçüştü iştiyak Bağmakan boldi bana Kaldım çimenge bağlanıp Gül hidi mesruş kılıp Canni alar mı bu pırak Gül hidi mesruş kılıp Canni alar mı bu pırak Gülgü bulsa gerek Mihrem deniz durar kaçak Bir ömür yangın bulay Bulsa tenimde can aman Bir külüp baksa kıyana Gülhan bular teşna yürek Men üçün şu gülçü yok Gülşende dolganken cahan Men üçün şu gülçü yok Gülşende dolganken cahan
Köy qatay bulbul bulup aqlimni algan gülcünü Bağ emas gülge xumar sevdaga aylandım bugün Gül üçün kucak acayip aşkı canım ne alacak Taktım yoktur benim yalnız öter gene çekip Taktım yoktur benim yalnız öter gene çekip Rahmet sizlarga. Ko'pchilikning telefoni urilmsak bo'lmas, Mehmetjon. Ana bo'lsa, ashuni bir nima qilib boqmizmi? Abay inimiz atayin telefonda siz degan naqshni aytdi. Ashuni biz to'liqlab bir aytib beraylik. Ulamda? Qani marhamat. Degende kelmeganimsiz Ko'nglimni hech bilmaganimsiz Kel degende kelmeganimsiz Ko'nglimni hech bilmaganimsiz Bir qarashda aqlimni elib Tushlarimga kirmaganimsiz Qarashda aqlimni elib Tushlarimga kirmaganimsiz Sizga yurak so'zim bor edi Tilim naql, tilim tor edi Sizga yurak so'zim bor edi Tilim naql, tilim tor edi Hicroningiz menga yor edi So'zga fursat bermaganimsiz Hicroningiz menga yor edi So'zga fursat bermaganimsiz Bilsiniz dil
intizorman javobingizga, bu dardimga davoyingizga. Ashu o'tli nigohingizga meni noil qilmaganimsiz. Ashu o'tli nigohingizga meni noil qilmaganim siz. Siz bilsiniz dil aramimsiz, muhabbetliken cahanımsın. Siz bilsiniz nevbaharımsız, hayat yürmekte bahanemsiz. Vau, 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 vau. Wow. Kelinlar, kelinlar. Kechirik Ey. bo'la, mushinchilik bo'la. Benim o kulağını yüzgü küpe Naqshi bo'la, mushinchilik bo'la. Çavak Şundan. günep kalgandık biz bugün çavak yok de. Menimcha Rasa. bo'lganda ekran oldidagi do'stlarimiz shu telefondan oldida o'tirib rosa chaldimikin chavakni. Cho'qim Nurgul'an chaldi. dostlar, menimcha dostlar Çemberki'de özünün körü atkan haltını tatip çıkargan buluşu mümkün. Shundaq shundan chiqarayotgan bo'lishi Sizin mumkin. kolundan çıkıp ketken buluş mümkün telefon. Çavak kelimede. Abdullah Kamsi telefon yapmamışsınız bu mağdaki. App vermem ben. Daha penceydim iman kıpıp ondan telefon app vermezler. Hamishga osonlik kelib Buldu dostlar emse bugünkü keçiligimiz ahir aldıda turayla davat edim. Muşu keçilikni hem de birlikte ortak japa müşakkatda vücudga chiqargan Şinjan Sanat Yurti, Ürümçi Radyo Televiziya Stansiyasi, Şinjan Melodiya Madaniyat Tarqatish şirkatiga biz ko'pdan ko'p rahmat etamiz. Albatta, muşu keçiligimizning tajdarligini o'z ustiga olgan mo'tabar shirkatiga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmet sizlerge. Shundaq ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, suyimli radio anglag'uchi do'stlar, menimcha bo'lganda bugungi Suyman seni yoz faslidagi jalbkor Urumchi bosh temisidagi Abdulla Abdurim apandimning tunji navbatlik to'r naq maydon san'at kechiligi hammamizda unutilg'isiz go'zal aslimlarni qoldirdi. Albatta, menimcha do'stlarimizmi bizga o'xshash hayajonlanayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunday o'xshash isil san'at nomerlarimiz, isil kechiliklarimiz bundan keyin davomli ekran orqali shunaqla radio orqali do'stlarimizning huzuriga sulinib turadi. Do'stlarimizningki MLD kanalga davomli diqqat nazarini ag'dirib turishini chin dilimizdan umid qilamiz. Albatta hamda bugungi programmamizni radio orqali anglayolmagan do'stlar, MLD shu bevosita tarqitish ko'zligidan ko'ramagan do'stlar, qanday qilman deb hargiz g'am qilmanglar. Albatta bizning ko'znak app detalimiz bor. Shundaqla ko'rik ekran televiziyasi bor. App detal va mushu detallar orqali Abdulla akamniki bugungi kechilikini qaytirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Shunaq, biz bugun kechirkimiz orqali Şinjan San'at Yurti opera o'miki, Şinjan San'at Yurti milliy orkestri, shunaqla Şinjan San'at Yurti muqam ansamblga alayda rahmatimizni bildiramiz. Undan boshqa yana bizniki MLD muzika adabimizdagi barliq xalq muzikalarimizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat, rahmat. Japa çektonlar. Ben sizlerge tuxum hep vermeyli ya. Bizga cho'ka nima yapırsiz? Siz, ben başka narsa vermem. Rahmat aka. Onda olsa dostlar, biz kilaqtimliq programmamizni ko'rishaylik. Urumchi radio televiziya stansiyasining har qaysi programmlari mushundaq nadir. Har qaysi programmlardan har vaqt shunchalik huzur ola olasizlar. Qanday ehtimolni davomli bizning undidorimizga, programmamizga o'tirib to'g'aysizlar. Shundaqli yana bizningki MLD kanalimizdagi nomerlarimizmi mana shundaq sarxil. Bundan keyin texmi yaxshi bo'lgan, texmi nadir bo'lgan programmalar MLD kanali orqali barliq do'stlarimizning huzuriga sulinib turdi. Do'stlarimizninki qo'llab-quvvatlashiga har vaqt tilakdoshlik bildiramiz. Xayr xo'sh, biz kelar qitimliq programmamizni ko'rishaylik do'stlar. Xayr xo'sh. Xo'sh.